Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar? Mana bugun 22-mart Qarshi shahrida yozgi amfiteatrda Navro'z bayrami bo'lib o'tmoqda va amfiteatr atrofida sayl bo'lmoqda. Tadbirda viloyat san'atkorlari, ustozlarimiz, shu o'rinda O'zbek Milliy maqom san'ati markazi Qashqadaryo viloyat hududiy bo'limining ijodiy jamoasi ham o'zlarining diltortar navolari bilan ishtirok etishmoqda. Aziz xalqimiz, yangilanish fasli, bahor fasli, Navro'z ayyomi bilan barchalaringizni butun Qashqadaryo viloyati maqom hududiy bo'limi nomidan tabriklayman. Hammalaringizga oilaviy xotirjamlik, kasb-koringizga baraka tilaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz.